uchun bitta, mana shu kela olmayotganlar uchun kelishligi uchun hamma xalqimiz uchun bitta duo qilib. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Makka mukarramada kimni ko'rib qoldim? Qorakamni ko'rib qoldim. Qoraka, assalomu alaykum. Qoraka, Alloh nasib qilib mana qarang shunaqa joylarda ko'rishdik. Bizni yurtimiz uchun Alloh jannatda ham birga qilsin. Amin, amin. Yurtimiz uchun bitta, mana shu kela olmayotganlar uchun kelishligi uchun hamma xalqimiz uchun bitta duo qilib bering, chiroyli qilib Qoraka. Ilohi amin. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya zal jalali val ikram, ya hayy ya qayyum, ya Allah. Amin. Allohim mana shu baytingda yig'ding. Amin. Allohim bizlarni endi jannatingda ham jamlagin ya Allah. Amin. Allohim yurtimiz fuqarolarini hammalarini g'ani boy qilgin. Amin. Allohim Baytullohga kelib, Allohim haj umra amallarni bajarmoqliklarini hammalariga nasib ruda aylagin. Kela olmayotganlarga tez fursatda Allohim o'zing chaqirgin ya Allah. Ya Allah, bizga mana shunday sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimizni umrlarini uzun qilgin. Janjonlarni sog' qilgin. Ahillarni kasal qilmagin. O'zingni baytingda turibmiz ya Allah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ilk risolatlari boshlangan, ilk da'vatlari boshlangan joylarda turibmiz ya Allah. Allohim, o'zingni baytingda mehmon bo'lib turibmiz. Mehmonning izzatini mezbon qiladi ya Allah. Allohim, biz mehmon bo'lib turibmiz. Ya Allah, mana shu joyda umra qilayotgan birodarlarimizni qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar umralarni qabul ayla ya Allah. Yurtimizda ham imkoniyat cheklanganlarga, bemorlarga, yetimlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ya Allah, bu millatni kam qilma. Bu millat istiqbolini ziyoda qil. Allohim, sportchilarimizdan o'zing rozi bo'l. Allohim, sport sohasida ham juda katta yutuqlarga erishishmoqda. Allohim, barilarni o'ylagan maqsadlarga yetkazgin. Allohim, bayting haq hurmati yurtimizdagi bemorlarga barchasiga shifo ber ya Allah. Yurtimizdagi Allohim, yurtimizdagi miskinlarni boy qil ya Allah. Yurtimizda hojatmand bo'lib turganlarning hojatini o'zingni dargohingdan chiqar ya Allah. Allohim, ekinlarimizga baraka bergin. Yerlarimizni hosildorligini ziyoda qilgin. Allohim, senga shak shubhasiz ishonib turibmiz. Duolarimizni Robbimiz ijobat qiladi deb iymonda turibmiz ya Allah. Allohim, bizlarni tashab qo'yma ya Allah. O'zing bizlardan o'zing rozi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan